Shakl almashtirish xossasini bilardik. Logaritm asosiga ko'ra 1 ko'paytirilgan logaritm b asosiga ko'ra a ning qiymati 1 ga tengligini bilamiz, to'g'rimi? Logaritm asosiga ko'ra b ni boshqa asosli yozishni tartibi bor edi. b taqsim a logaritm s asosiga ko'ra logaritm s asosiga ko'ra. Endi masalan birinchisida logaritm asosiga ko'ra b 2 ga teng deyapti. Va toping deyapti. Logaritm asosiga ko'ra a b ni qiymatini toping deyapti. Biz bu yerda ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa logaritm asosiga ko'ra a qo'shilgan logaritm asosiga ko'ra b. Men nimani ishlatdim hozir yerda? Hisob. Ko'paytmani yig'indiga keltirdim. Logaritm asosiga ko'ra a nimaga teng? 1 qo'shilgan bu nimaga teng? Natijamiz nechiga teng bo'ladi? 3 ga. Va shuni belgilab qo'yamiz. Navbatdagisi 4-inchisi. Logaritm asosiga ko'ra b teng 4. Logaritm a ning kvadrati asosiga ko'ra a ning kvadrati taqsim b asosiga ko'ra a b ning kvadrati. Bunga yordam beradi mushtariy. Nimani ko'ryapsiz qizing? Asos a bo'lyapti, buni tagida nima bo'lyapti Gulnoz? A kvadrat taqsim b bo'lyapti. Ikkalasiniki 2 xil. Ismatolayev. Bunga olib kelishingiz kerak deganda bundan foydalanasiz degan. Ya'ni bu nima degan? A ko'paytirilgan b kvadrat taqsim a kvadrat taqsim b. Logaritm so'zini yozyapman. Logaritm so'zini yozyapman. A deb yozib qo'yapman. Nimaga olib keldim? Mana buni tagida nima turgan bo'lsa, asosda so'ralgan natijasi nima degan tagida boshqacha turibdi, shunga olib kelishimiz kerak. Bu o'xshatish deyiladi. Tushunarli bo'ldimi? Endi buni turuvi nimaga o'xshayapti? Turuvi logaritm asosiga ko'ra a qo'shilgan logaritm asosiga ko'ra b ning kvadrati. Ya'ni bugungi vazifa faqatgina shaklni almashtirdi. O'tgan mavzuda aylantirgan xossalaringni bunda ham ishlat degan. Tushunarli bo'ldimi? Taqsim. Buni qanday yozib olaman endi so'rash. Logaritm a asosiga ko'ra a ning kvadrati ayrilgan logaritm a asosiga ko'ra b. Bu nimaga teng? Buni qanday yozib olsam bo'ladi? Yo'q, 2 logaritm a asosiga ko'ra b deb yozib olaman. 4 ning kvadrati deya olmayman. Buni nima deb yozib olaman? Bu necha? 2 minus logaritm a asosiga ko'ra b. Savol b qo'shilgan 2 ko'paytirilgan logaritm a asosiga ko'ra b nimaga teng edi? Nechiga? 4 ga. 2 minus bu nimaga teng edi? 4 ga. 9 taqsim minus 2. Minus 4,5 ga. Tushunarli bo'ldi? Diqqatlaringga. 7-inchisi. Logaritm a asosiga ko'ra kechirasizlar. Logaritm 3 asosiga ko'ra a teng. Logaritm 9 asosiga ko'ra b. Logaritm a b asosiga ko'ra a taqsim b. Diqqat qilamiz. Davom ettiraveray. Ketdik. Mana bu beriladigan narsa bilan bu beriladigan narsani tushunishga harakat qilamiz. Ko'rsatkichli xossa hammani esida bormi? Ko'rsatkichli xossa. Ko'rsatkichli xossa bolalar. Xo'p, ne qilamiz bunda? Logaritm 3 asosiga ko'ra a teng. Logaritm 9 da qanday yozib olsam bo'ladi? Asosiga ko'ra b. 3 ning kvadrati qanday tushadi bu yerda? 1 taqsim 2. Logaritm 3 asosiga ko'ra b. Tushunarli bo'ldi. 2 ni nima qilaman bunga? Umumiy mahraj beraman. 2 logaritm 3 asosiga ko'ra a teng. Logaritm 3 asosiga ko'ra b. 2 ni chiqarib olaman. Nega chiqaryapsiz ustoz degan savol aniq bor. Taglari ko'rsatkichlarda bitta qoida bormi-ku? Taglari bir xil bo'lsa, tashlab daraja bilan ishlardik, to'g'rimi? Buni tagi bir xilmi? Yana takrorlayapman. Tagi bir xilmi?
Logaritmni ham haqqimiz bor. Agar bir xil bo'lsa, tashlab olish mumkin. Shunda a ni kvadrati teng b bo'ladi. Bu nima degani? Bu yerdagi b'larni o'rniga nimani qo'yib olishimiz mumkin ekan? Zo'r. Logaritm a asos ko'ra a taqsim b bo'lingan logaritm a asos ko'ra a ko'paytirilgan b. Nima qilib oldim? Yana iltimos qildim shakl almashtirishda. Bo'lima bo'lsa nima bo'lardi? Minus bo'lardi. Tushunadi? Logaritm asos ko'ra a qo'shilgan logaritm asos ko'ra b. Bu necha? Bucha. Bu nima edi? B. B nimaga teng edi? A ni kvadrati. Zo'r, a ni kvadratiga. 1 minus logaritm asos ko'ra a ni kvadrati. Bundan necha chiqadi? 1 minus 2. Bundanchi? 1 plus 2. Minus 1 taqsim 3 mi? Demak, javob minus 1 taqsim 3. Navbatdagi savol. Qolganlari shunday ishlanaveradi. 11. Nurulayev, siz javob berasiz. Juda ham sodda va qiziqarli savol bu. Juda ham sodda va qiziqarli savol. Nima uchun sodda degan savollarga javob berishda Nurulayev yordam beradi, marhamat. Faqat tezroq, minut ko'payib ketadi. Kim fikr bor bu? Nimani qo'yasiz o'rniga? Xato. Bir taqsim x bo'ladi. Z'da bir taqsim x deymiz. Z Bo'ldi, tamom. Taqsim y. Mana y zmida bu yerda y z nimaga teng bo'ladi? Bir taqsim x. Zx mida bundan zx nimaga teng bo'ladi? Bir taqsim y. Yx mida kim tushunmadi, qo'lni ko'tarsin. Chunki olib borib qo'yganimizdan keyin tushunishni boshlaysizlar balkim. Logaritm x asos ko'ra bir taqsim x qo'shilgan. Logaritm y asos ko'ra bir taqsim y qo'shilgan. Logaritm z asos ko'ra bir taqsim z. Bundan nechi chiqadi? Minus 1. Bundan nechi chiqadi? Minus 1. Bundan nechi chiqadi? Nechi bo'lar ekan? Minus 3. Da, minus 3. Tushunarli bo'ldi. Navbatdagi keyingisiga sal sakrab ketyapman. 19, 17, 18, 19 deyarli 20lar bir xil. A ni kubi b teng 8 s ni kvadrati. Logaritm 4 asos ko'ra a qo'shilgan, logaritm 64 asos ko'ra b ayrilgan, logaritm 8 asos ko'ra s. Nimada iltimos qilamiz? Qizlar, bolalar. Qo'pol qilib aytganda nimadan foydalanamiz? Ko'paytiramiz bu. Bironta qoida ishlata olamanmi shu yerda? Ko'paytirib Pastini bir xil nima qilib olamiz? Nechi bo'lsin? Bo'ladi. Nima uchun aynan 2 ni tanladik? Sabab Hammasi darajasi. 4, 64, 8 bu 2 ning darajalari deydi. Agar masalan 9, 27, 81 bo'lsa 3 ta asosli bo'lardi. Logaritm 2 asos ko'rsa taqsim logaritm bundan nechi chiqadi? Bundan nechi chiqadi? 2. Bundan 6 dedi. Ma'lum nimaga? Bundan nechi chiqadi? 6. Bundan nechi chiqadi? Umumiy mahraji necha? 6. Mahraji 6. Bunga nima yetmayapti? 3 lga logaritm 2 asos ko'ra a qo'shilgan bungacha. O'zi bungacha
Endi savol paydo bo'lyapti, qaranglar. Asoslari bir xil. Qo'shish bo'lsa nima bo'lardi? Ko'paytiruv. Lekin nima xalaqit beryapti ko'paytiruv bo'lish uchun? Satoq bo'lib. Bo'lish. Minus. 3 xalaqit beryapti bolalar. Qo'shonni ko'paytmaga aylantira olmaysizlar. Qachon aylantira olasizlar? Qachonki masalan, logaritm a asos ko'ra x qo'shilgan logaritm a asos ko'ra y teng. Biz nima qilamiz bunda? Logaritm a asos ko'ra x ko'paytirgan y deymiz. Xo'p, agar yonida ko'paytuvchi bo'lib qolsa-chi ustozisi, masalan, s logaritm a asos ko'ra x qo'shilgan logaritm a asos ko'ra y bo'lsa, oldiga s ni yozib qo'yganimiz to'g'ri bo'ladimi, yo'qmi? Yo'q. Buni darajaga chiqarib olamiz. Undan keyin bu formuladan foydalanamiz. Nimaga olib kelyapman bu gapimni? 3 ni nima qilamiz? Logaritm 2 asos ko'ra a ning kubi qo'shilgan. Logaritm 2 asos ko'ra b ayrilgan. Logaritm 2 asos ko'ra s ni kvadrati taqsim 6. Qo'shish bo'lsa nima bo'lardi? A ni kubi b ayru bo'lsa-chi? S ni kvadrati taqsim savol. A ni kubi b nimaga teng? 8 s kvadrat taqsim s kvadratmi? Qisqarsa nima bo'ladi? Nechi chiqadi bundan? Taqsim 6. Bu nechi javob? Taqsim 2. Rahmat. Navbatdagisi. Yigirma to'rt. Vaqtimiz bor hali. Diqqat qilinglar. Bu eng soddasi. Bu eng soddasi. Logaritm 3 asos ko'ra a, ya'ni mana bu logaritm 3 asos ko'ra a 3/16 ga tengdir. Nima deyapti endi? Logaritm 3 asos ko'ra 9 daraja nizosidagi 5-nisini shu orqali ifodaladi. Ya'ni yechimini topdi. A ning 5 taqsim 9-ni istayman, teng. 5 taqsim 9 nima bo'ladi? Oldiga tushdi. Logaritm 3 asos ko'ra a bo'lib qoldimi? Savol paydo bo'lyapti. Logaritm 3 asos ko'ra a imiz nimaga teng? 3/16. 5 ko'paytirgan 3/16 taqsim 9. Bu bilan bu qisqarsa 0/4 mi? Nechi bo'ladi? 2 bo'ladi. Endi sal kuchliroq variantini tanlayman. Qiziqarli ham kuchli. 39. Sig'adimi, sig'maydi? Sig'dashga harakat qilamiz. Logaritm 5 asos ko'ra 7 teng a. Logaritm 343 asos ko'ra 25 ni a orqali ifodalaymiz. Mana unga endi jiddiy qaraysizlar. Bu 100% milliy sertifikatda tushib kelyapti, shunga o'xshagan. Bitimizda ham xuddi shunga o'xshagan tushib kelyapti. Bolalar, bu berilgan sonni a orqali ifodalay olamizmi, yo'qmi? Ha, yo'q. Yo'q, to'xtang, eshitmadingiz. Logaritm 343 asos ko'ra 25 ni a orqali ifodalay olamizmi? Hozirda o'zida. Nimaga? Bir xil emas deydi. Biz nima qilamiz? Chaglarini bir xillikka aylantirib olamiz. Nimada iltimos qilamiz? Mana shunday iltimos qilamiz. Yo bundan. Mana shu ikkalasidan foydalanamiz. Keldik Nurbek. Logaritm 5 asos ko'ra 25 deysiz, taqsim. Nima yozasizki? 5 asos ko'ra 343. Bundan nechi chiqadi? 2. Buni qanday yozib olsam bo'ladi? Nechi chiqadi demayapman. Qanday yozib olsam bo'ladi? 3 logaritm 5 asos ko'ra 7. Savol. Logaritm 5 asos ko'ra 7 nechiga teng? Aga. 2 taqsim 3. Tushunarli bo'ldimi, bolalar?